Yusuf Xas Hacip Qaraxanilar davridagi şanlıq madaniyatning ko'zga ko'ringan ataqlıq namoyandalardan biri bo'lgan buyuk mutafakkir shoir Qutatqu bilikning muallifi Yusuf Xas Hacip olimning Shoh Obida asari Qutatqu bilik, ya'ni baxt keltirguchi bilim 11-asrda buyuk Qaraxanilar davridagi sap Uyg'ur tilida yozilgan asardir. Bu asarni ayni zamonda Uyg'urlar tarafidan yozilgan, ya'ni siyosatnoma turidagi tunji asar bo'lib hisoblanadi. Bu daston yana turk xalqi islom dinini qabul qilgandan keyin tunji bo'lib yozilgan asar debmi ataladi. Yusuf Xas Hacipning bu asari Arab tilining ilm tili, Fars tilining she'riy tili bo'lgan bir davrda Uyg'ur yoziqi bilan sap Uyg'ur tilida yozilganligi ayni davrdagi vaziyatga qarata oshkora holda qilingan norozilikning ifodasidir. Ammo bugungi mavjud nusxalarini asos qilgan 3-qitim yozilgan nusxasining asarning asli holatidagi Uyg'urcha yozilgan nusxasiga arabchani o'zgartib, borliqqa keltirgan ilibba harflarining ishlatilganlik ehtimolligi mutlaqdir. Dunyo adabiyoti nusxasidan qaraganda Qutatqu bilik dostoni tema jihatdan nasihatnoma, ilmiy hikmat, maqol tamsilnoma, siyosatnoma, davlat to'g'risidagi ta'limot, utopiya, shahzodalarning jahon nomisi qatorliq turlarga mansub bo'lib, Qutatqu bilik ilm fanning butun turlarini dugidak o'z ichiga olgan mukammal bir qomus hisoblanadi. Yusuf Xas Hacipning Shoh Obida asari Qutatqu bilikni Xitoylar adabul mulk, shohlarning adab qoidalari deb atadi. Machin, ya'ni xotin, mulkining hikimlari, Aynur mamlika, mamlakatning dasturi va Ansul mamalik, saltanat sirdishi desa, sharqliklar zinnatul umra, amirlar zinnati dedi. Eronliklar shohnoma-i turki, turklar shohnomasi deb at qo'ydi. Ba'zilar yana pandinomi mulk, shohlarga nasihat deb atadi. Turanliklar bo'lsa Qutatqu bilik deb at qo'ydi. Qomusning adabiy turi doston, 85 bob, 6645 bit, 13300 dan ortiq misradan tarkib topgan. Asar masnaviy, ya'ni ikkilik shakl, aruz vaznining mutaqarrib bahrida yozilgan. Arab Fars tillarini faqat cho'ng zaruriyat ostida ishlatgan. Asosan Qaraxanilarning markaziy dialekti, ya'ni Xoqaniya tili bilan yozilgan. Qutatqu bilikning mazmuni boshdan oxiri asosliq 4 ana tema ustiga markazlashgan bo'lib, bu 4 ana temaga vakillik qiladigan simvol xarakteridagi shaxslar bilan bo'lgan suhbat va munozirlardan tarkib topgan. Bu simvollik shaxslar tovandikicha. Birinchi shaxs ismi kun tug'di. Bu ism adolatlik hukmdorga simvol qilingan. Ikkinchi shaxs ismi oy to'ldi, ya'ni to'lin oy. Bu ism xushalliq baxtga simvol qilingan. Uchinchi shaxs ismi o'gdilmish, ya'ni oqibat hayotlikning oxirlashishi, ya'ni maqtangan maqtanchoq vazirning o'g'li. To'rtinchi shaxs ismi o'dg'urmish, ya'ni aql zeraklik darvish bo'lib vazirning qayrindishi. Qutatqu bilik dastonida olg'a surilgan taraqqiyparvar fikrlar mana mushu 4 kishining o'z ara qilishgan suhbati orqali bayon qilingan.
Мәшhur olim Yusuf Xas Hojib o'zining Qutatqu bilik ismli asari ustida to'xtalib, mundaq deydi: Kitobimga o'quvchiga xushallik elib kelsin. Onunga to'g'ri yo'lni ko'rsatsin, deb Qutatqu bilik ismini qo'ydim. Men so'zlarimni so'zladim, tushunchalarimni yozdim. Bu kitob har ikki dunyo uchun to'g'ri yo'lni ko'rsatgan bir rahbardir. Bir yordamchi qo'ldir. Men sizga eng to'g'ri bo'lgan bir so'zni aytib beray. Dunyoda o'z davlatini har ikki dunyo uchun qo'lida tutib tura olgan kishidanmi baxtli hech kim yo'qdir. Avval kun tug'dini tushuntirib o'tay. U hukmdordir. To'g'ri yashashni tamsil qiladi. Oy to'ldi bilan xushallik quyoshi tug'iladi. Umu baxt saodatning tamsilchisidir. O'gdilmish aqlni, o'dg'urmish oqibatni tamsil qiladi. Men so'zimni bu qimmatlik 4 kishi, ya'ni kun tug'di, oy to'ldi, o'gdilmish, o'dg'urmish ustiga markazlashtirdim. O'qig'iningda tushunasan, diqqat qil. Yusuf Xas Hojib 1069-yili saroy vazirligiga tayinlanganda yeshi 50 dan o'tib qolgan edi. U o'zining qerib ojizlab qolganligi to'g'risida Qutatqu bilik dastonida mundaq deb yozadi: 40 dan o'tsa kimning tiriklik yili, vidolashdi uningdan yigitlik tili. Takkuzda manga qo'lini 50 yeshim, qo'g'u qildi quzg'un tusidek beshim. Meni qishqirib 60 deydi u kel. Bararman agarcha yetmisa ajal. Agar to'lsa 60 ga odam yeshi, ketib zavuk uning yozi bo'lur qishi. Buyum edi o'qdak, ko'ngil edi ya. Ko'nglimni qilg'uchi o'q buyum bo'ldi ya. Kishansiz pukildi mang'almas putum, qaraydu yo'rumas bo'lib nur ko'zim. Yusuf Xas Hojibning 1069-yili, ya'ni Qutatqu bilik dastonini Sharqiy Qaraxoniylar davlatining qog'ani To'g'rul Qaraxonga, ya'ni musulmoncha ismi Mahmud xonga taqdim qilmay, uning o'rinbosari bo'lgan Ubul Hasan Bug'raxonga taqdim qilganligini nima deb tushuntirish kerak? Milodining 1058-yili Sharqiy Qaraxoniylar davlatining qog'ani İbrahim o'ltirilgandan keyin Sulaymon Arslan xonning ukisi To'g'rul Qaraxon qog'on bo'lgan edi. Sulaymon Arslan xonning o'g'li Ubul Hasan, ya'ni Bug'raxon unvonida To'g'rul Qaraxonga 16 yil, ya'ni milodining 1058-yilidan 1074-yilgacha o'rinbosar qog'on bo'ldi. Yusuf Xas Hojibning, ya'ni Qutatqu bilik dastonini milodining 1069-yili Sharqiy Qaraxoniylarning o'rinbosar qog'oni Ubul Hasan Bug'raxonga taqdim qilishi. Ubul Hasanning ilm ahlini suyadigan, hurmatlaydigan, adil, aqlliq, qobiliyatlik hukmdor bo'lganligi. To'g'rul Qaraxonning bo'lsa beparvo, rohatparast, ilm ahliga ancha e'tibor bermaydigan hukmdor bo'lganligidan bo'lgan. To'g'rul Qaraxon milodining 1074-yili olamdan o'tgandan keyin uning o'g'li To'g'rul tekin 2 oy qolganlik taxtda o'ltirdi. Uning o'rnini olgan Ubul Hasan Sharqiy Qaraxoniylarga 30 yil, ya'ni 1074 dan 1103 gacha cho'ng qog'on bo'ldi. Mana shu mezgilda u Harun Bug'raxon unvonida ataldi. Yusuf Xas Hojib Qutatqu bilik dastonida davlatni aqlliq, bilimlik, axloqliq, qobiliyatlik odamning yetakchiligida qonun, ya'ni adolatni asos qilgan,
orqali idora qilishni tashabbus qilganlikdan tashqarqi qilich, ya'ni harbiy kuch orqali boshqarishni olg'a surdi. Qilich bilan kassun yovning bo'ynini, qonun bilan tuzsun eli xalqini. Yusuf Xas Hojib davlatni boshqarishga yaxshi odamlarni qadrlab, ularning o'rnini yuqori ko'tarishni, yomon odamni davlat ishiga aralashtirmaslikni alohida ta'kidlaydi. Undaq bo'lmaganda davlatning zavollikqa yuz tutganligini asıltib o'tadi. Azizlab yaxshini ko'tir yuqori, yomonga berma ish qil aldin neri. Agar bey yomonni yaqin yulutur, o'z nomi va davlat ishi buzulur. Qutatqu bilik dastoni Uyg'urlarning o'ttir asrdagi tarixi, g'oyiviy davlat to'g'risidagi ko'z qarashlarini, tilini, davlat tuzilishini, harbiy tuzumini, qonunchiligini, falsafaviy ko'z qarashlarini, qaraxonilar hukmronligining jamiyatdagi turli tabiqlarga qarata tutadigan siyosatlarini, Uyg'urlarning astronomiya ilmi bo'yicha erishgan utuqlarini tadqiq qilishda tepilg'usiz nihoyatda qimmatli madaniyat yodigarligi hisoblanadi. Yusuf Xas Hojibning olam sistemasidagi jismlar to'g'risidagi ko'z qarashining xeyli ilg'orligini, uning ay to'g'risida bergan bayoni isbotlaydi. Yusuf Xas Hojib Qutatqu bilik dastonida mundaq deb yozadi. Bulardan tuvanrakda yoljiq ay turur. Quyoshga udul baqsa tulun bulur. Ay uval tulumu kichik tug'ulur. Kündün kun cho'ngiyib yuqori chiqur. Tulub ay egizga o'rligach keyin. Kemiyib asta o'sni ketar yuzidan. Yuqorqi azdan yana yo'qolur. Tug'ulib kichik u qaytidan to'lur. Yusuf Xas Hojib Qutatqu bilik dastonida adolat ruhi bilan sug'urilgan qonun orqali davlatni idora qilishning muhimligi. Ashundaq qonun oldida davlatdagi kishilarning kim bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni podshohdan tortib qulgacha bab-barobar ishkanligini alohida ta'kidlagan. Olim Qutatqu bilik dastonini musulmonlarga xos, islom diniga uyg'un holda avval mehribon Allohning nomi bilan boshlab, maqtashga tegishlik, ya'ni Zul Jalolni madhiyalab, sifatlab bo'lgandan keyin Muhammad alayhissalomning tuhfasini va uning oila tavobatlarga duolar bilan yozgan. Buğraxonga ham madhiya sifatida uning adabiyot gulzoriga va xalqqa qo'shgan tuhfasini bayon qilgan. Qur'on Karimni insonlarning bir jumlasini yeshish yoki o'qishishning mumkin emasligini, eng oxirgi samoviy kitob ekanligini aniq sharhlagan. Olimning o'z qalami bilan yozilgan Qutatqu bilikning qadimki Uyg'urcha nusxasi dunyoda texi tepilmadi. Hozir dunyoda Herat nusxasi, Farg'ona nusxasi va Misr nusxasi qatorliq 3 xil nusxasi bor. Buyuk mutafakkir Yusuf Xas Hojib avlodlarga shundoq xitob qiladi. Ey suyumlik farzandim, men sen uchun shuncha mushaqqat chekib, hayotlik yo'lingni puxtalab olishing uchun ish-harakatingning va yo'lingning qandoq bo'lish kerakligi haqidagi Qutatqu bilik asrimni miras qoldirdim. Har qachon yo'lingdan ozmay ushbu yo'l bilan mang'aysan. Bu dunyoni izlasangmi, yo'lmi shu? U dunyoni tilsangmi, yo'l shu. Qaraxonilar davridagi shonliq madaniyatning ko'zga ko'ringan atoqliq namoyandalardan biri bo'lgan buyuk mutafakkir shoir Qutatqu bilikning muallifi rahmatlik Yusuf Xas Hojib
Hicriye 478 yili, miladi 1085 yili 66 yaşida Qaraxonilar dövletining poytaxti, ya'ni Ardukent Qashqarda vafot bo'lgan.